CNN xabarlarini anglashingizga qarshi olamiz. Dravvilda yaqindan beri hech qancha cho'ng ish bo'lmadi. Keyingi programmaning boshlanishiga yana ozroq vaqt qolgan. Shunga mening burun tushlarimni qanday yasaydiganligimga diqqat qiling. Bugun so'l tarafni yasay. Xayli sahar modelda. Xayrli sahar. Kunlaringiz xushal bo'lsin. Aldırmayı hayda oğlan. Musabık bulmasa ya. Ey, Hansen. Xayli səhər Matilda. Xayli səhər Charlotte. Qarmaqqa çıray güzəlləşdiriş uyqusu uxluğa oxşaysızlar. Xayli səhər Estefaniya. Nima degan yaxshi kun bu? Akber, naştalıq ya. Onun bilan karın bomsun o kişini ziyarət turduğan ablah. O bir gün ətikəmə çaqıb qoymadı. Havanı sömürmez. Çıkarımız. Şunda qilganda qalbimizning cho'nqir qaytidagi xotirjamlikni topalaymiz. Qaranglar onun ətiga. Qaq tushdi aşağıda uxlabdı. Yo'q qilinglar. Men qalbimning cho'nqir qaytidagi xotirjamlikni izlayapman. Qaranglar, bu janob aldirashliqdan hech nima qilmabdi. Bir haqiqiy xo'roz dehqonchilik maydonidagi vaqt uchun chillab turdi. Sen biz to'xolar uchun namus. Sizlar kunda valaqlab yursanglar, men qalbimdagi xotirjamlikni qanday topaman? Sening qalbingdagi xotirjamlik bolongda. Sen tuxum-tuxumig'li nachakda bo'ldi. To'g'ri rost eding. Hay, Akbar cho'jam, bizning cho'jlik bo'g'imiz bor. Qarg'as shundoq deyli ochlar. Kela Akbar tuxsam tusha o'zingni ko'rsat. Men sakrab turmish g'izadi, maskamayman. My arms are heavy and warm. I am at peace. Senin çırağındaki kölgeni bütünle yokutup ödeme. Ata boni. Hey! Sizler kirsanlar bo'lmaydi. Kechirgin biz. Agar kirmoqchi bo'lsanglar, avval mening o'tkilimdan o'tishinglar kerak. Ya. O o'zini kimdan qolgandi? Qarang bo'lmasin Berta. O faqat ishga qaraydigan ish. Dodo, Muk oilasiga xat avasam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Pishqancha tadbirlik bo'lib ketsan. Ishq baqar it. Qo'rqinchoq mushukka bekrak o'xshidi. Ya. Odamda qo'rqadigan ish boqar ish. Xayrli sahar güzel qizchaq. Bugun bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Burunqidaylar. Bugun o maqsad kichikni boshlab kelibsiz-da. U mening o'g'lim Makis. Hay Makis, hoy yaxshimisiz? Boshqa kichik bek kelishgan-ku. Poytaxtda bo'lmoq bekli taskan. Makis shundoq shu. Bilaman. Sizning balangiz bormi? Ba, kichik qizim ba. İsmi Marni. Kesib aytmanki, siz cho'qim bir yaxshi ana. U nima ovoz? O Marni eng amroq jinoiy ishlar kinosi u ko'rib qolmaydi. Jinoiy ishlar kinosi? Bunda qizlar ko'p emas-chimi? Mağa əgişin razıçı. Vaqtimiz qolmadi, portlaydi. Vaqtimiz qolmadi, portlaydi. Razvichikda Razvichikda, qarang. Bir taraf qilyaptim.
Jinoyatchi Del Bruno degan tambal shu. Bruno degan tambal shu. Au, yaxshi qildinglar. Da, alayda xodimlari. Sizlar eng qoltisiz. Payzi bo'ldi. Boshlandi. Komandar uydan ayriladigan bo'ldi. Bu yerda turib tur. Anladingmi? Ko'p vaqtimiz qolmadi. Bu yer portlaydigan bo'ldi. Chaqqan razvedchik, biz tambelning planini bilib olishimiz kerak. Nişan bayqaldi. O kokoni tutyapti. O uzun bardoshlik beramaydi. Uni tez qutqazmasa ixlor qilib yetadi. Chetaq, bexatarlik ishigi. Arqamga hezi bo'lishga qismga so'qinib kiraman. Qaysar Bolkoku, seni qutqazg'ili keldim. Yaxshi bo'ldi, havodan yordam keldi. Qo'zam, sana necha qatam dedim talog'i chiqmag'in deb. O'ltira, bechora qo'zam cho'qim quzg'on ochdi. Vaqt dal to'shdi. Esonda bo'lsin Marni. Qalaymi qanchashma. Og'zingni yumib chayna. Ifodan yaxshi bo'lsa bugun kechda yana 1 soat televizor ko'ngil qo'yman bo'lamdi. Marni, mushadi chim turmidirlama. Voy, anamay qau. Qadrli singlim, avtobusga so'qilib ketdim. Bekli bechora bo'lib qopsan, qirg'ina o'zingga. Sana ovoshli pagim yo'q, lekin sen sestra emasmi? Men kutinishga muhtoj. Shunga yiningda bir mezgil tursammikin deyman. Biroq necha yildan beri xabarini faqat olamadim. Endi tuyuqsiz paydo bo'lib, Rostaysan singlim. Men xato qilibdiman. Seni avvar qilib qo'ydigan bo'ldim. Men bundoq demoqchi emas. Nimalarni o'ylab ketding? Biz bir oylik ishlar emasmi? Asliga kelishingga yordam qilaman. Vah, faqat ishongim kelmaydi. Bu yer kichik vaqtinikiga o'xshashli turibdi. Turg'ini mushukmi? Mening Marniyim. O chiroyliqmikan? Marni, u mening navra akam bo'ladi, Paul tag'am. Bu yerda turib salomatlik asliga kelganda qaytadi. Mushukning ustal yinida o'ltirdi, chaqchaq qilayotamsan nima? Ansirma, u noshliqni to'limi qaydilik yeydi. Men u yerda davlatga berib boqqan, ammo bunday ishni tunji qatim ko'rishim. Paul tag'am ulug' sayya. Bizga qiyaga bog'alg'ani bir deb beri. Rost. Gapni nereden başlasam bo'la? O'tgan yili Parij, Tokyo, New York'a bordim. Yana Latin Amerikasiga bordim. U yerda tango o'rganib keldim. Qaldi sayajimi sen? Mushukning men nimada sinchilab qaraverdi. Ko'zlaridan zirahligi chiqib turdi ekan bo'lmasa. O Marnining o'yinchig'i. Bu o'yinchiqlar emas, yana proskop ekan. Qayerda gumonliq odam borlig'ini kuzatib bo'ladi ekan. Voh. Bak aqlli ekan. Buni eng qoltis olaydi xodimlar ishlatalaydi.
Marni bundaq razvedchiklar o'yinchig'ini o'ynab to'ymaydi, uyda liqqida ba. Shunga rostila bir alayli xodim bo'lib, haqiqiy delollarni bir taraf qilg'in kelib qopti-da. Bundaq qamlashmagan gaplarni qo'y, Paul. Mening Marniyim uydan ayrilmaydi, har ikis. Men uy mushugi bo'lib qolmaganligimni xush bo'lsam bo'ladi. Bo'lmasa hayotimning nima ma'nosi bo'lsin? Ha. Nima degan tinish? Nima degan go'zal? Ha, pek güzelken. Yaxshimisiz? Milad bovay tuvan boshliqdan uchib o'tdi. Ha. Kim? Bu yerda kim bor? Oh. Oh! Oh! Anlap tur Sersi. Yaqindan beri aldamchi o'g'irlar ko'payib ketdi. Bu qatim yana uyga yaxshi qarmasang, uning bilan birga yig'ilish o'rniga ket. U ya maxsus yarmaslarni yig'idi. Chaqqan bo'l, Edward. Agar chechimni yastamay qolsam, o'lgading shu. Ma'qul qadrligim, hozirla. Ishtira. Oyjon. To'g'ridan alayli xodim Dav. Bularning hammasi gumonliq. Omuqum, men ishlayman. Sen bilan do'stlarimga qarqatliq to'r tayyorladim. Yuvashroq bo'lg'in, ha? Paul tag'inga taxliq qilma, u aram amisi bo'lmaydi, tushundingmi? Bo'ldi. So'ngakni tutish uchun kalsiy bilan magniy kambas bo'lmaydi. Sening deganingdek bo'lsin sonim. Oh, qadrligim. 3 kunda 4 qatimliq o'g'irlik delosi. Oh, tarobul bakla o'zgaribdi. Hozir jahon tinch emas sonim, jamiyat xotirjam emas. Oh, sirtqa chiqmoqchi bo'lsang, eshik derazlarni taqashni unutib qolmag'in. Bu sirliq o'g'irlar naytimi aqlliq bo'lib, soqchilar ularga amalsiz qolmoqda. Ko'nglimni hajab yerim qildinglar, bir to'p hamoqat sahroliklar. Tango. Bir chanik choy. Yana kezgi qiziqarli xabar. Bu yerda turib turing, razvedchik. Men berib nimishliqni tekshirib boqay. Meni qo'g'danglar, yiqilishyaptiman. O nima qilayotgandi?
Mening nimalarni bayqaganligimni cho'qim o'ylab yetamaysan. Bir tatirgiliq chaplangan boshqalanmagan deylu xabarlari. Tokio, London, Buenos Aires, Trabzon. Bu nima? Trabzonning xaritasi. Birga dans o'ynaylikmi qani? Suratni qaytarib ber. Aka. Marni, o'tinay. Ko'rginingdek emas. Sening mening maxfiyatligimni bilging bormi? Sana deb berayamsa. Lekin maxfiyatlikni saqlashing kerak. Hatto singlimgim deb, ha? Va'da beralamsan. Men yaralanmagan. Chaqliq o'rnida bo'lsa bir niqob, ha? Men amaliyotda bir jasus. Bu mening iznigim. Men bir sirliq o'g'irlik shaykisini qo'g'layapman. Ular hozir bu yerga kelib xolig'ini qilyapti. Ularni iz qo'g'lash uchun dunyoning yermini aylanib chiqdim. Endi oxiri ularni tutadiganga fursat chiqdi. Sen jinoiy ishlar tasvirlangan kinolarni ko'rishga omroq, to'g'rimi? Agar xohlasang, ularni qonun bo'yicha bir taraf qilib o'taylik. Men yordamchiga muhtojlik qilaman. Qanday? Yoki bir umr mushu rohatlik uydan chiqmay yashamoqchimisan? Sirtdagi qiziqarli dunyoni kezib boqqan yo'qmi? Ha? Menga ayshamsan? Bo'ladi. Hozirdan boshlab sen mening alayda xodimim Marni bo'lding. Bu belgi qo'yilgan uylarga texi yaqinda o'g'ir kirgan. Sening vazifang ularning keyingi nishonini tepib chiqish. Xabarchi seni uchirish nuqtasiga ib boradi. Aloqalashuvchi seni kutib oladi. Sening shartli belgang bo'lsa, kakkuk. Shunda mening avatadigan posilkam bor edi. Jiddiy solatdim. Hamma ish san qarashli bo'lib qoldi, Marni. Agar yaxshi qila olsang, seni sheriklikka tanlayman. Sayahatın ko'ngli bo'lsin, ahmoq aslan. Oyjon, buningga pek ish bo'ldi. Hansen to'xshirib qiladigan vaqt keldi. Ko'pchilik bilet tashlanglar. Neymiş o diqqa o'zi birini tanlab qazan qilsamaydigan-da, ha? Uning bunday qasabli qarorini o'zi chiqarg'usi yo'q. Kim uni sizlarga ism qo'ysin debdi. O'zining yemakligi bilan nesiyat o'rnatish aqlonlik emas. Ağzın neshim? Sen bak aqlli qamimiz bakamiz bilet tashlashni boshlaylik. To'g'risi, sendan kelsin. Men biletni ekber tutashayman. Nima? Bu? U hozir bizga nisbatan bir yaramas. Mang tashilsang bo'lmaydi. Men uningga ikkinchi biletni tashlayman. Men uningga amroq, quyruq paylari bek omaq, lekin hech nimaga as qotmaydi. Sizlar chaqchaqlayapsizlar. Men degan birdan-bir xo'raz. To'g'ri, sen sho'rbida suv o'zganda bizga yangi xo'raz keladi. Yaxshi gap bo'ldi, amsi tez qaror chiqaraylik. Kim ekber tashlaydi? Qo'l ko'taringlar. Bunu tutaylı, toğukta, kaçamaysan!
Sen bamu. Kaku. Oyun başlandı koza. Qaltis o'yin bo'ldi, qolvay it. Uni ko'rsam bir kun kulaman desa. Ha, ish baqar it. İşik bakar. Mağayli, o bizga daxli qilmaydi. Yaxshimsan? Milat buvay tuvan boshliqdan uchib o'tdi. Milat buvay, bu yıllık soğutimiz yok oldu da. Çünkü biz eski balalar, şundak mı? Bu bizning maxfiy belgimiz. Kalvamisan, ha? Tugishibsan. Oh. Voy onima. Oh. Söyümlüğüm qomaş ekkileli bahanç kızıvadıdı. Oh, yaxshi qilding. Tez bo'l, kalva. Oh. İşik bakar it. Hem de mükomisanma boludu oğurlar ketdi. Onun ilgisi inip kelgende oyunun kızığını görmeyiz. Berta, kulib ishim uzilib ketadigan bo'ldi. Yaxshi. Ha, nima bo'ldi? O'yin oxirlashdimi? Oh. Mushundaqli ketdimi qablashib. Rasm qani? Agar u haqiqiy ishik baqar ish bo'lsa, bu ishmi yuz bermaydi. Axiri keldi. Oh. Men sizni saqlayotgan. Bana çok mu yardım kılıyorsunuz? Sen zaten kim o? Ha? Sen işlemedi bilmeysen, sen beni kömüdün ha? Ekber toxta! Toxta! Ben onu kökenine qıqandım. Çıqqan bu yakka, bu yakka! Ular ketdim ha? Tutulup qaqıl taslı qaldım. Şundaq, ola pek g'azablangan qiladi. O sarang mik yalla meni sho'rib qilib atmoqchi. Men birla xo'ras tursam, meni ip ketishinglar kerak. Bo'ladi, lekin bir necha kun ip qalalaymiz. Nima? Bu yerda o'limni kutib turganda yaxshi. Biz maxfiy vazifa ijro Bo'ldi. Nimandaq gaping tugamaydi o sening. 3 kit sanayman. Agar tushib ketmasanglar, endi tushiman deb xom-xiyol qilmanglar. Оның үш кит санайдыған санамайдығалығын беліп бақ. Bo'ldi. Yo'qlash. Eh. U hamoqat kichik. Unutibga ketibdi men. Ha? Kakuk. Nima? Siz bilan maxfiy belgini selishtiryapman. Kakuk, siz men bilan uchrashadigan odam to'g'rimi? Maxfiyatlikni saqlashingizni umid qilaman. Bu degan eng yuqori maxfiyatlik tushundingizmi? Xuddi kinodagidekla.
Ehtimal u kalma müşek. 9-cı bosul noçu bulamdı ekan. Aşırı etmene hech nima bo'lmaydi. Biz degan ijobiy rol. O nima deb jo'ylayapsan, ha? Har qadamdagi o'yin voqeligini bilaman. Men televizorda ko'rgan. Ay, mening qirib soqqam. Seni tutvalımen Elvis. Bu yaramaz şişet. Bu kalva. O nima chiqsini yaramas deydi u. Tixla xwami dedi. O'zinglarning ishini qilinglar. Oh, bizning ekspert yiroqqa qocholmaydi. Ekspert degan kolva. Men yangi xo'rozning kelishini xohlaydim. Mehonni qanday xush qilishni biladigan kelishgan xo'roz. O'ylasamla, bekla xush bo'lib ketyapman. Oh, to'qi atlarim urlab ketyapti, to'qi at. Hay qizlar. Ekspertni qo'llayotganimizni unutib qoldinglarmi? Uni tutib ketmasak birimiz qozonga tushsak bo'ladi. Matilda to'g'ri deydi, uni tutib kelaylik. Mangayli xonimlar. Ma'qul, uni tutaylik, tutib kelaylik, tez qo'llaylik. Tez. Yaxshimisizlar? Meni ilib olamsizlar? Ha? Azroqlar, meni saqlab turinglar. Hey, meni saqlab turinglar deyman. Biz uni ilib olaylik. Amaqa sarang mushuk. Men sen o'ylagandek unchalik ko'ngil emas. Yaxshimisizlar? Men Mango Dibago, Afrikadan kelgan xalqaro serik artisti. Mango Dibago? Mango mevsidagi mango emas, mango usulidagi mango, Mango Dibago. Hey, oy. Hey, to'xtanglar. Serik o'migining o'yini qatnashimsa bo'lmaydi. Meni elib olsanglar bo'pti ekan. Sizlarga imzo qo'yib beratdim. Hammanglarning menga imzo qo'ydirg'inglar bordi. Silindir qapqi bo'lmasa motor buzildi. Hammani biladi ekansan. Amsi bu abjaq narsani qani yasab baqa. Bo'lmaydi. Mening belikim yo'q. Bir dehqon boshi remont qildiga kirib traktorimda ish chiqyapti desa, remotchi uningga traktoring tamom chekishga omraqkan debdi. Sizlarchi u sigar chekkamidi yoki g'anzimidi? Ha? To'xtam. Aytiraman. Men bu zanjirni ko'ygan. Qarmoq o'g'irlab kelingandek turdi. Nima deyapsiz? Ha? Kalvamış. Dalta. Bo'ladi, rost gapni tay. Men Olloyda xodimlarni hozir oldingi mezgillarda yuz bergan sirliq o'g'irlik delosini tekshiryapman. Oo, asli jasus xonimkan sizda. O'yinga bakli kirishib ketibdi. Eng yaxshisi zanjirni qanday kelganligini aytib. Men buni axlat maydonda tepib olgan. Bundaq narsalar degan menda ko'p. Chiroyliqmikan, ha? Men buni serik o'ynaganda shiltiman. Gaping rostligiga kim guvoh bo'lalaydi? Sen ularning ichidagi bir o'g'irmi texi? Bu serikchi o'g'irma? Chaqchaq qilmayotgansan. Shuni deyman. To'g'ri chaqchaqmang, ha? Uningda unchalik aqlni qilsan. Rost, mening aqlim yo'q. Bu yerdan ketaman. Siz Rasulullohning maydonidan deb olganmi? Deganlarimning hammasi rost. O'g'irlasang malni tashlaytibdi. Elvis, biz axlat maydoniga berib qaraylik, texmi ko'payib puchuq erishishimiz mumkin. Voy onam-ay. Nima ish bo'lib ketdi bu? U bizni yo'qotmoqchi ekan. Bu yerda tezroq ketaylik, tezroq. Voyjon. Meni formam kirib soqqan. Hasara kuchung. Voyjon.
Nimaga o'qib tursan? Bütün seret bilen olga Elvis. Ularni aylantirib o'taylik. Voy onam. O, Nima qilyapsan? kechirgan kiyimingni siyib. Qalma. Elvis tez bo'l. Xayr, xo'sh hamoqatlar. Ahlat maydoniga ketib o'timiz deb jazmlashtirib olamsiz? Andın serik ömüke barmız şundaq o ha? Hech kimni opirib qo'ymayman. Hech yerga bormayman. Hayot yursamli bo'ldi. Yo'l belgisini ko'rdingmi? O degan surat cheklash belgisi. Surat cheklamasi bilan ko'rim yo'q. Oho, yaxshi atdingiz Elvis. Mal-mulk Bexatarlik bexatarligi. jihatda ikki xil mahoratim bo'lishi kerak. Qaysi ikki? Mol-mulk bexatarligi, shaxsiy bexatarlik. Bu ikki jihatda hech kim menga yetolmaydi. Qaltis kelsiz. Kasbiy amal saqlash xodimi bilan birga yurib, birdala bexatar his qilib qoldi. Bormisizlar? Qizchaqlar? Nega ketdinglar? Mekallarim? I am at peace. My breath is deep and Hey! Narsamni qaytirib ber. Nima degan xiyoliy musiqa bu? Bu musiqa qalbimning xotirjamligini tepishimga yordam berdi. Topa oladingizmi? Qalbingizdagi xotirjamlikni deyman. Og'zingni yumsang qandaq. Elvis, ne qilyapsan? Abi ambar yoshirinishga mos keldi ekan. Yo'q, men yoshirinmasam bo'lmaydi. Men yana deylo bosh qilishim kerak. Texi o'shani topmadingmi, aslan razvedchik. Birisi izimizga tushibdi. Lekin biz kichikina xatarnidan voz kechsak bo'lmaydi. To'g'ri. Amsa o'zing xatarni izlava. Marhamat. Bag'in? Ma'qul. Meni qayl qildim. Sahar oldida yo'lga chiqayli bo'lamdi. Wow! Bu yomon emas ekan. Bir mezgil tursaqmi bog'dak? Ha, mening xiyolimga bir ish kelib qoldi. Mening serik nomerimni ko'rganlarmi? Xalab ketmaymiz. Sehri, shoirani hissiyatga to'lgan nomer edi bu. Mo'shinchilikmi? Yoqtirmadingizmi? Dexe buni shundoq yiroq orliqmi atalayman. Ko'ramsizlar? Yo'q. Programma vaqtincha to'xtatildi. Hozir alay doktor shanglatimiz. Idora yana bir qatimliq uyga kirib o'g'irlik qilish vaqasini oshkorladi. Bu qatim Mok ailasining dehqonchilik maydoniga o'g'ri kirgan. Ilgirki o'g'rilik tilosida o'nchi marvoyat rasmlar o'g'irlangan. Saqchilar o'g'rilarning uyiga qanday kirganligini bilmagan, chunki ular hech qanday iz qoldirmagan. Hech qanday o'g'irlik izi qoldirmagan? Alayda xodim Dafining 95-qismida mushuni o'xshab ketadigan deyloba. Hech kim o'g'rining bexatarlik shikabidan qanday qilib oltin kahramon ilib olganligini bilmaydi. Lekin alayda xodim Dafi uni aniqlab chiqadi. Kim u alayda xodim degan? Siz alayda xodim Dafini bilamsiz? U haqiqiy darajadan tashqari qahramon, ham mening yaqin do'stim. Men keldim. Marni. O'mug'im sen qayerda? Marni? Marni? U yaxshi narsalarni yig'ishtirib ketib qoldi. Uni to'smoqchi bo'ldim, lekin Marni! Qo'zam! Mening qo'zam! Nima degan payzi? Beklar atgan.
Voy, uyqunim xotirjam uxlab qo'ymadoq. Rahmat sana to'xo. Yaman tush ko'rib, sarang bo'layli dedim. Qandaqroq uxlabsan aslan, ha? Uxlayapmayotdim men. O'xshashganmiz hamsa. Og'zinglarni yuminglar. To'nglab ketdim. Qarvatma rahat emaskan. Siz bilan qisilishib yatsam bo'lamdi. Qisilib yotqim yo'q. Xam xiyol qilma. Köpükçe yetilsizlar, biz tinisham azob ichida o'lib ketamiz. Sizlar cho'qim yordam qilinglar. O'tinib qalay. Marni pek ojiz, o'z yolg'iz qo'rqinchli dunyoda yuradi. Kechiring xonim, bizning yutib ketgan armak hayvonlarni izlab yuradigan vaqtimiz yo'q. Siz shuncha rahimsizmi? Sirtda yuz bergan zanjirsimon o'g'irlik delosini angladingizmi? Bu delolar bizni saran qilay deb qoldi. Mushada saqlayman. Oqtirish atrofda avatmasanglar ketmayman. Uyg'onlar ko'pchilik. Orqa tarafda Mikael atrofda bayqaldi. Apla. Ko'pchilik diqqat. Sizlardan so'raydigan gap bor. Uyg'oning apandi. Oriqlab shumakdek bo'lib qolgan bir xo'rozni ko'rdingizmi? Tumshqi inchka, bekmanmanchi. Sitir inchka to'shtirib bo'shab ketgan. İşletken sözünler yukarı derecede bop ketdi. Bu kalva düşenmedi. Kimni da'vat qilganlarni bildim. Demakchi menki kimligini bilmadim, rostla bilmayman. Navada uni ko'rib qolsam bir narsa deb qo'yamda. Onunga deb qo'y, hamon bir kun uni tepib olamiz. Mayli qizlar, u bu yerda emaskan. Uzatmadi xonimlar. Şeyman qiz foydasi yo'q. Yana ko'rishib qolamiz. Bo'ldi, Ahmed xatar o'tib ketdi. Bu rasmlar o'g'irlangan rasmlarga bek o'xshaydi ekan. Men-ku axlatxonadan tepib olgan narsalarni qo'saq, hammasi songmol degan gap. Aloyda xodim Marni delo pashqilay deb qoldi. Yangi yachining ta'liq gap qoldi shu. Qaranglar, bu degan bizga to'xtamay o'q chiqargan sarang shu-ku. Rashukan, u shu chaqda mush uchun bek azoblanib ketgan. Endi tushundim. Sen uning ishik baqar ishdi, lekin o'g'irlarni to'siyamag'achqa, egang seni yarmas deb qo'g'lab tikanda, shunaqmi? Uning degini rasma emas. Bizga deyishi kerak edi. Do'stiga ikki nuqtani bilish kerak, bildingmi? Biri samimiy bo'lish kerak. Biz qachon do'st bo'lib qoldik? Yana biri ishinish. So'qishmanglar do'stlar. O'g'irlar bizni tepib olmasdan bu samolarni saqchiq topshirib beraylik bo'labdi. Ma'qul. Seni saqchixonaga olib qo'ysam bo'ladi. Biroq bir shartim bor. U yerga borgandan keyin menga agishib olmaysizlar. Paul tag'am cho'qqa mendan faxrlanadi. Unaga doklad qilishim kerak. U bir jasus. U dunyoning har qaysi joylarida delolarni qabul qilgan. Uzoq o'tmay uning yangi sherigi bo'laman. Yangi uchur keldi. Sağmalni tepib saqlab qo'ydim. Avatkichi alaydi xodim Marni. Xayrli sahar, sizning pochtangiz. Roz xonim, sizni ko'rganimdan bakla xushalman. U yo'qab ketdi. Mening bolam, u mening barlig'im.
Oh. Bekli çatak boptu. Mening qozam Marni. Oh. Boşluq, qarang. Bu o'g'irliq delosidagi qizil rangli yuk mashinasi emasmi? Yaxshi qipsizlar. Jinoyat gumondorlari oxiri oshkor bo'ldi. Mundaq. Sizga deydigan bir xush xabar bor. Shum xabar bor. Qaysini anglaysiz? Albatta xush xabarni. Biz hozir oqtirish atrisi tashkillab mushugingizni izlayapmiz. Menga yordam qiladiganlarni bilatdim. Amsa shum xabarchi. Tekshirish natijasida mushugingizning o'g'irlik shaykisining a'zosi ekanligini bildik. Marni. Qozam. Marni degan mushukmi? Yo'q. Agar bu narsani eppasak, soqchi idorasi bizni mukofotlarmi? Albatta, menga chuqur mukofotlaydi. Shundaq, men xuddi erkin chavandozlardek qaltis motosikletdan birini ilib g'aribga haydab ketaman. Mukofot ham o'sha eski tuskini eslash uchun ko'p bo'lsa o'yinchoq mashina beramken. Rahmat. Bak do'stlar ekansan. Keyingi yil ig'izdan solg'a birning quramiq yetgan odamlardek turib elim. Hech yo'qdi. Sizni uyingizga olib qo'yaman. Rahmat. Lekin endi meni ko'tarmasangizmi bo'ladi? Ma'qul. Enaqa o'g'irlar. Men yordamga muhtoj. Qo'lini ko'tarish. Marni. Bu to'yg'ini yoqtirmadim. Nima ish bo'ldi? Jiddiylashmang, laboratoriyada cho'qim o'qishmaslik bo'ldi. Xutoni beshiga qo'yib, asta mashinada tushirish. Endi nima qilyapsiz? O'lim og'zidan qutulyapman. Stansimiz hayron qolarli xabarni topshirib oldik. Dilaba bir soqchi taraf hozir bir o'g'irlik shaykisini qo'llayotmoqda. Uning ichida bir apelsin rangli semiz mushuk. Yana teriq rangli bo'g'chi yutib tag'il at. Bir tunshug'ish taqib olgan xo'roz bilan xatarli qurol ko'tarib olgan ishki baqar itma bor. Uchar ta'minlab soqchi tarafdan tutishiga yordamlashganlarga in'om berildi. Biz zada nimani xato qildik? Ular bizni o'g'ri deb qapti. Shundaq biz yo'lda mashinani qaytirib kelamiz. Hey. Chang tuting, ekbert. Voy, qanday tutaman? Belekim bo'lmasa aya. Maushti. Mango. Ya, ben şu kapıda buldum. Tuyuqo'ni tat esnimini ko'ramidi. Yaxshi qustung tag'ilab turadi. To'xta, poyuz bakan. Yo'q, to'xtamang, ilimiz. Men televizorda necha marta deb ko'rdim, o'tib ketalaymiz. Meni sho'rib qilaversam yaxshiroq bo'larkan. Men nerede? U shundoq degan, o'talaymiz degan.
Men bu sarankanman. Sening gepingga kiribdiman. O'shani yig'. Biz film ishlamayapmiz. Bu degan real dunyo, bildingmi? Ha? Yo'q. Akbarat. Bizning Akbarat texmi yaxshi harakatga o'xshaydi. Men bu yerda. Ha? Men ustida. Akbarat. Hayot katsizg'o, ha? Tez tusha, ustiga chonga salay deyapsan. Yo'q, men bu yerda nayt yaxshi turibman. Qo'rqmang. Qantingizni ishiltim. Siz degan bir qush. Yo'q, men faqat tushmayman. Men havo dinamikasi ilmini boshdan oxir o'qib baqqan, bayqishimcha xo'raz deganni. Voycha. Seningcha biroz yoqtirami o'ylaysan? Ha? Yoqtirmaydi. Nima ish bo'lishidan qat'iy nazar unutib qolmang. Men sizga hamroh. Yaxshi oldi. Sen ehtiyojim bor edi, ha? Yuringlar! Bu ablah zodi nima? Anton. Men Anton bo'laman. Manku tepanku emasman. Xalqaro artist. Voy bechora. Sizlar o'qimaysizlar. Kim bu serik o'mkiga berib bir eshakning nomerini ko'rsin? Hech kim buni xohlamaydi-da. Lekin u bir aldamchilik. O degan ko'ngil ichish maydoni. Rost yolg'on bo'lsa hammasi o'ynalaverdi. Sizlar hammanglar menga samimiylik bilan ishonchni o'rgatdinglar. Kechiringlar. Men yana ranglik bo'yoq tepishim kerak. Bo'lmasa serik o'mikda turolmayman. Bo'yoq lazımmi? Seni men bo'yab qo'yay. Bo'ldi, Elvis. Tursin. Hanna. Şarut. Matilda. Bo'ldi, qalayim qanmetillaman. Azroq surilib ketdi shu. O'lib qolmayman. Vaqtida davolanmasak birdim degili bo'lmaydi. Qarab boqay. Bo'ldi. Yaxshi bo'lib ketdi. Wow! Quloq keslarga o'xshab qolding. Bu tortiqlaringiz qanday paydo bo'lgan? Desam gap uzun, anglag'ing kelmasmikan? Anglag'imiz batib bering, ha? Tanga. Amaliyotda insonlar menga uncha yaxshi muomala qilmaydi. Sizlarmi bilasizlar, men ko'pincha vaqtda qapasda yotaman. Egam to'xtamay ishqi buyuruydi. Ular haqiqatan bahli qabi. Oxirgi xo'jayinim dehqonchilik maydonining xo'jayini Mok. U meni yeb qo'sh rahimsiz bo'lsa-kan deydi. Shunga ko'ndi meni urdi. Animay. Biroq hozir erkinlikka chiqdim. Har qanday odamning erkinligimni totib olishiga endi yo'l qo'ymayman. Xushxabar xo'jayin, soqchilar u mashinaning yanila Dravil ishkanligini jazmlashtiribdi. Ularni tepib olsaq o'lgin shu. Eng yaxshisi, chaqan bo'linglar. Soqchilar harakat qilinishdan burun u mashina tepib chiqinglar. To'lama. Uxtoq boshliq. Men Mirat bovoyni eng oxirgi uyini ziyorat qilishga avatman. Bildoq. U nima deydi? Xo'jayin eng oxirgi uyga o'z o'g'irliqi tushmoqchi ekan. Bizni olmay, amsa biz nima qilamiz? Rasmlarni izlaymiz. Xo'jayin bizga 24 soat vaqt berdi. 24 soat ichida iliq rasmlarni topamdiq. U bizga to'liq bir kun bermamdikan. Qaranglar, bir narsaga diqqat qildingizmi? Bu imzolar qaranglar. O'tmar herang. Hammasini bir odam sig'angan-ku, ha? Bu nima tushundirdi? Bu o'g'irlar ham asorat yaqin o'g'irlamabdi, ular tanlab o'g'irlagan.
Nemish bu rasmlarni o'g'irlaydi? Hammasi o'ttir burjuaziyaning nachar asarlari ekan. To'g'ri, hech bo'lmaganda bir yopishchiqqa erishdik. Kelinglar, birodarlar, haqiqiy o'g'irlarni bilib deb chiqaylik. Biz Ha, meni qo'shyapma. Biroq, bu bizning gunohsizligimizni isbotlaydigan birdan-bir polisiya. Mening texim yaxshi amalim bor. Biz bo'linib qochaylik. Bizni tutish teximi qiyin bo'ldi. Ha, bu plan bo'g'idi. Yo'q. Obdan o'ylaning. Bir umr qochqin bo'lib o'tganimiz bormi? Biz hozir o'g'rining keyingi nishonini deb chiqishimiz kerak. Andin uning chiroyli naq maydon rasmini tasdiqla. Hammamiz bir to'p mag'lubiyatchi qila olishimiz mumkin emas. Mag'lubiyatchi chaqchaq qilmang. Men degan Allohning xodimlarini, teloni qandoq bosh qilishni bilmayman. Ha, rasman? Faqat sizlar men deganda qilsanglar cho'qib g'alib qilamiz. nima izlayapsan? Bizga to'g'ri kerak. Oh. Shoot. Nothing. Huh? Huh? Oh, tapdim. O'tmar herim. Trabevildin kelgan. Lekin rassom bu qashqa o'zining taxallusi pangni ishlatgan. Pang butkul go'zal san'at sohasini bo'ysundirgan. Yig'ib saqlovchilar necha million mablag' silishdan ayonmay, uning sahra turmushi tasvirlangan rasmlarini setib olmoqda. Oh, bek pulga yaraydi ekan. Nima o'ylab o'tqanligimni bilamsiz? Oh, u o'g'irlangan rasmlar cho'qim bebaho. Lekin bozordagilar asraqni bilmaydi. Voy, bu yerdan yo'q qilish o'g'irlar. Hech nimani ep ketaman deb o'ylashma. Senlar faqat o'qimni ep ketishsan, boshqani ep ketaman deb o'ylashma. Yo'q qilish. Yo'q qilish. Yo'q qilish. Oy. To'g'ri, o'g'irlarning boshida bu bebaho rasmlarga ko'z tushgan. Unch marvoyat bilan boshqa narsalar faqat niqob. Ma'qul, biroq bu nimani bildirdi? Bu uylarga allaqachon o'g'ri tushdi. Ularning keyingi nishoni qayerda? Mog oilasining oldida ular bir kimga telefon qilgan. Milad buvayning tuvan bo'shliqdan uchishi to'g'riliq gap qilgan. Milad buvay degan kim o? Ha? Milad buvay yiqa atrofda shundaqmi? Milad buvay, to'g'ri. Dal shu qaranglar. Bu dal Milad buvayning uyi. U degan balalar nashsi xolos. Bu degan shifrlangan axborot elimiz. Biz o'g'irlarning oxirgi qitim qayerga qo'zg'alganini bildik. Bugun kash Hansen to'xu fermasi. Hansen to'xu fermasi, lekin u men turgan fermi shu. Sho'nglashqa bu Batur ham aqlliq dehqonchilik maydoni xo'jayini bu zanjirsimon o'g'irlik dilosining sirini ochdi. Bizda bahosi million yuvanlik rasmlar bor ekan. Biz asli boy odamlar ekanmiz. Saqchilarimiz bekni yaramaskan. Kim saqchiga ehtiyojli ekan? Yana o'g'irni o'zimiz tutaylik. Bu ishlar bag'ancha murakkablashib ketyapti. Butkul Dravvel bu dramaga o'xshash haqiqiy ahvoldan g'azabga keldi. Aslida o'g'irlangan rasmlarning donliq rasm ekanligini ko'pchilikda his qilmagan ekan. Kishining ishongusi kelmaydigini, ular shu yerdagi donliq rassomning ilgirki asarlari bo'lib, hozir bebaho deyishga bo'ladi ekan.
Аңладыңмы? Немені? Jimjitlikni. Men azalda to'xu yo'q, to'xu fermasida anglab baqmagan. Wow. Yaxshimisiz, elimiz? Birodarlar, bo'shroq. Qani ko'pchilik, uni birga tutaylik. Tez bo'linglar, tez! Yuringlar. Meninglar, tez bo'linglar. Yurunglar. Biz xatolashgan bo'lsaqchi, o'g'ri balki mushtabda mushaydi bo'lishi mumkin. Paul tag'a. Marni. Suratni manba. Tez bo'l. Ag'inlar? Lekin bu mumkin emas. Paul tag'a meni to'lg'an. Meni sherga bo'lishga tanlagan edi. Marni. O'maq aslanchaq. O'zingni bak aqlli chaqlaysan, shundaqmi? Lekin qara. Bu kim? Obdan qara. Agar do'stingni hayot qolsin desam, darhol suratni menga topshirib ber. Uningga bering, Marni. Suratni berib eting-a. Qo'chqon bizni aldayotdi. Ber. Marni, uni qutuldirib ela. Ishki. Yuvash qo'zam, yaxshi qilding. Suratni qo'yib berding. Endi o'zimga tavan narslarimni qaytarib olishim kerak. Mening go'zal rasmlarim. Sen ishkaligini bilaman. Menga topshir. Bo'lmasa do'sting mayda qo'rilgan to'xu partisiga aylanib ketadi. Yaxshi qilding, eshak. Hozir bu hamoqat yarmas xo'rozni qo'yib versam bo'lmaydi. Sizlarning yana qandaq ahmoqona ishlarni qiladiganligingizni kim biladi? Yaxshi bo'ldi. Burunli sening amallaringni anlamasligim kerak edi. Lekin biz Paul tag'amni tutishga ozli qolgan edik. Hozir biz boshqa amal bilan uni tutaylik. Haqiqiy alayda xodimga voz kechmaydi. Texicha o'shani topmading, shundaqmi? Sen qandaqdir maxfiy alohida xodim emas. Paul tag'ang seni oldiga Elvis. jinoiy ishlarga oid kinoni va ko'p ko'rib o'tibsan, filmga bak kirib ketibsan. Sening qalaymaqan xiyollaring ko'pchilikni xatar ichida qo'ydi. Voy, nima qilsan qila, men ketdim. Nima? Ketamsiz? Biroq nimishqa? Chunki mening chidag'uvchiligim qolmadi. Hammasi ekspert qanday qiladi? U odamning gapini oldidan uniga to'sqinlik qilmayli. U to'g'riga yetish bo'lmaydi. Elvis, ketma. Mening qiladigan oqilona ishim hech kim topolmaydigan bir yerga ketish. Biroq bunday qisqandoq bo'ladi. Balkim Elvisning degani to'g'ridir. Biz rostla portib mag'lubiyatga o'xshaymiz. Men yomon o'gitib qo'yilgan uy mushiga xolos. Undoq emas, Marni. Siz aytgan-ku biz degan. Hammasi oyoqlashdi, Anton. Sizmi ketding? Nim deysiz? Bu Men yana ovorchilik tepishdan burun. Ketding. Bu hiliqimish shugo. o'yinaq endi tugatdi seni.
Omaq mekyalırım. Menin qadirlik toxulurum. Silahını bək sevindim. Mən əmdi toxu göşeyməyəm. Vədi birey. Silahını əmdi qazağı silib şorp qıpmayman. Mən kök tatlı yeymən. Tofu yeymən. O, xo'jayinimiz qachondan boshlab tofu yeyishni yoqtirib qolgandi? Balkim u bizni rostla sevinqandi. Amiz qaytib kelsa keyin xo'roz babog'idak. Ko'pchilik o'zinglarni besvelinglar. U balkim bizni aldayotgan bo'lishi mumkin. U to'xu sho'rpisiq bek amroq silami belisizlar-ku. Haqiqatan shundoq. Lekin bizning yangi xo'rozimiz bo'ladi. Karim yo'q. Karim yo'q. Aha. Ha? Ha? Ha. Bu omaq müşk qaranglar. Bu müşk beqilish doirasida emas. Onu mən obdan biləmən. O xəbərdikilik rəzil müşk şu. To'g'ri, dal o'zi shu. Men bu kichik mahsuqning menga ichida turishini umid qilaman. Men uningga obdan qarayman. Anglasam u uyda bek erko'ginib tikan. Yotidig'ini suv karvit tikan texi. U bu yerdimi suv karvitida yotadi. Boshqa ishlarni ko'rib boqaylik. Sizlar cho'qim yoqtirib qolsizlar. Sen qandaq bo'lib kirib qolding? Kela. Kela. Bu yoqqa kela, cho'ja. Bu yoqqa chiqa, cho'ja. Chiqa. Yo'q, bu qandaq mumkin bo'lsin? Mening mardiyim so'laqda, o'zi yolg'iz so'laqda. Men zoti nimani xato qildim? Men bir mas'uliyatsiz Biz soqchilarning qolgan sheriklarni tezroq tutishini umid qilamiz. Shundalar xotirjam uxlay oladi ekanmiz. Bək məzəlikə. Tügüdü. Qattiq xabar. Biz o'g'irlik shaykisining atamani Marninning qo'lga ilinganlik xabarini topshirib oldik. U navbatda shu joyda hayvonlarni yig'ilish o'rnida so'roq qilinishini kutmoqda. Zanjirsimon o'g'irlik delosining fosh bo'lishidan umid bor.
Voy burnum. Bu yerda nima qilasan? Ma'qul, sendan so'ray deb turgandim. Men ovoz so'radim. Bu o'lgirish otini tutib tur. Qandaq tutaman, belikim bo'lmasa. Akbar. Elvis. Hammanglar. Biz bo'lmasak cho'qim ezib qolasan, shundaqmi? Akbar. Sana yetişip olmaganligini ko'rib ben xush bo'ldim. Menga yetishib olmadi. Yanada qalbimdagi mutlaq jimjitlikni deb shu so'ng tepib oldim. Rostmi? Qanday usul? Tuvan temperaturada saqlash, elimi yaxshi. Rosalt meni muzdan chiqarib qo'ydi. Bexatar bo'ldik. Bo'ldi. Alaydi xodim Marni berib haqiqiy o'g'rini tutib kelayli. Biroq qanday tutamiz? Meningcha Elvisning degani to'g'ri. Men haqiqiy alaydi xodim emas. Qara, sen haqiqatan bak aqlliq. Nurg'un jinoiy ishlar tasvirlangan kino ko'rgan. Bu bizga foydali. Biz ittifoqlashsaqlar, uni cho'qim tuta olamiz. Qara, ha? Qarg'ina, men nim tepib oldim. El qirasim. Yaxshimsiz apandi. Menga xush xabar olib keldingizmi deyman. Shundaq. Melat boyning harusi to'shib ketdi. Uningda siz buyurgan hamma sovg'atlar bor. Yaxshi qildingiz. Siz azaldan qoldingiz. Ati men aloqalashgich avatib sovg'atlarni olib ketaman. Qadrligim. İşenmesliğiniz mümkün. Timtas, Drabivil bazırda men tartım bu yankı en çoğun husuluğa eriştim. Ha? Hareket başlandı. Dravvel soqchi dorsi, men soqchi bonik. Qutqazinglar. Nima ish bo'ldi? Ha? Siz kim o? Ha? Vay. Vay. Sunshine xonqas, o'zingizni bichinglar. Bana nimiş bağlılığını aytib berin. Bo'ldi. Köpçülük tez bulunlar. Derhal beri teşrif bakayım. Benim resimlerim. Nima? Odam mama. Ishlaychilar, odam mama. Odam mama. Ishlaychilar. Saqchilar cho'qim o rasmlarni topalaydi. Nima? Yo'q, saqchi qayerda? Saqchi soat qayerda? Ishlaychilar. Odam mama. Paul bu zadı nemi iş? Paul bu... Sen oğru muydun? Ağzını şım. Hiç kim benim mahbetliğimi bayqayamaydı. Mening Mariyanım solaqda, lekin o günahsız. Senin ailemizden çıkan ziyandaş kelganini burilib bilishim kerak edi. Bu qitim qochman deb ham xiyol qilma. Men bu ishni hammalarga oshkorlayman. Rosalt, ahmaq singlim. Kim o müşni atvarlab ko'kka ko'tarayotgan sarang ayol ishni? Qaytgan o'ngimisiz ablah. Xo'sh. Yo'q, u qochmoqchi bir ish qilishimiz kerak.
Mening amalim bor, yuringlar. Asta, yana kechikibdi. Ben, qarang. Hey. Aşular işkeligini bilettim. Başlap. Adam evetinglar. O'g'irlar, yana bino sodir qildi. Ottoda qarang. Maushni. Rosalind. Bu narsani hadiyalamsiz? Tas emas qo'dayman. Elbet tez bolunu yetişemey qalamiz. Hey, men obdan narsa topdim. Pedal rol bilan quyruqni kontrol qilar ekan. 5-betda shunday yozibdi. Baştan başlap oqum, o'shqishimiz tezroq yurganimiz bo'lmoqda. X705 tipli aeroplanni setib olganingizni tabriklaymiz. Akbar, oldi tarafni o'qimasangiz bo'ladi. To'xta! Başladım. Shamal ishkini aldirmay aldirishtiram. Aldı qanotni 10 gradus to'g'rilab, aldirmay surat oshiring. To'xta deyman. Men saqchi, buyruq qilman. Ushtoq. Surat 75 knotga yetganda boshqarish dastasini yenik tortamiz. Men atay. Tegdi. Ayaklardan mayık vatıdı. Men uçtum. Vay canım ben. Marni. Marni, ne bulan sen? Canım Marni. Yaxşı, yaxşı qildi. Aha, yediken qaranglar. Qaranglar, xo'jayin ovi yer ekan. U bizni tashlab o'zi qochibdi. Bunda qilsa qanday bo'ladi? O'ljini tang o'g'irlagan tursa. Yo'q. Hammasi normal. Uning bilan karing bo'lmasa. Yo'q, hargiz undaq emas. Uncha marvoyatlarni biz o'g'irladik. Rasmlarni biz o'g'irladik. Kalva. Marni. Nima bo'ldi? Hanımlar, efendiler. Bizning tunji maydon go'zal Deravildagi o'yinimiz rasmiy. O'ltig'im qayerda? Men uyimga qaytib ketdiman. Qaltis bo'ldi. O'tgan yilgidan qaltis bo'pti. Nayt yaxshi, qaltis. O'g'irlar. Putoni ko'tirish. Qiddat eshakmi bor ekan. Tugashdinglar. Qaranglar, hiyliq o'g'irlar ekan. To'g'ri, ularni tutib sulab qo'yinglar. O askarlar. To'xtanglar. Nima qilyapsizlar? Bu hayvonlar gunohsiz. Haqiqiy o'g'ri dal u. Xayrxosh kalva. Mana,
Mening Marniyim bilan uning do'stlari buni tutdi. Sendan faxrlanaman, Marni. Meni kechirgin. Seni guvoh o'xshash o'ldirib qo'ydim. Bag'in. Tunji diloringni oxirlashtir. Ammo eng ko'ngil bilgan sirliq o'g'irlik shaykisi delosida oxiri kishini hayron qoldiradigan natija chiqdi. Dastlabki tekshirishda ko'rsatilishicha, bu shaykining atamani bir odatlangan o'g'ri ekan. U ilgari dunyoning har qaysi joylarida ko'p qatim delo sodir qilgan. Elim yaxshi Marni va uning qaysar do'stlari bo'lg'achqa, bizning go'zal Dravvel oxiri xotirjam bo'ldi. O'zingni erkin qo'y. Ular avyan ekan. Elvis. Sizlarga ko'p rahmat. Bu mukofotlarning to'kpag'ini oldida hech nima qarismaydi. Men cho'qim tush ko'ryapman. Meni chimdib qinglacho. Seni chimdab qo'y. Rosalind! U sizni yaralandirdimi? Sizga bir kelishmaslik bo'lsa, men hargiz chidamayman. Bu dal bizning Dravvilning qahramoni Marni Xanqas. Sizning siz ilgirmi? Cho'qim ishonmaysiz, Marni. Rejissor mening serik umidimga qayta kirishimga qo'shildi. Amaliyotda uni hammamizni qo'shib olg'asi bor edi. Biroq mening boshqa planim bor. O tomosha bilan azalda bunday xush bo'lmagan deydi. Anton, bu sizning anjon purishdingiz. Әмісі әміміз өз жайымыз қайтайлы. Антон серкөміге қайсын. Marni uyga. Elvis, axir bir xarli mototsikletiga erishib, kechga shapaq to'shqandek mang'adigan bo'ldingiz, birodar. Shundoq. Biron sana doim qo'pollik qilatdim. Demakchiman, men xato qilibman. Sendan kechirim so'rayman. Undaq emas-ku. Chataq yo'q, ko'nglimga olmayman. Men xo'sh deyishga bakkush. Yaxshimisizlar, sohib Jamal qizlar. Men Ramo Ricardo. Qadrligim, o'tinib qolay. Barliq qo'shnilarimiz necha million bu rasmlarni setib atadi. Qo'shnilar bilan karim yo'q. Bizning rasmni setishga hargiz bo'lmaydi, hargiz. Qadrligim, o'tinib qolay. Paysi bo'ldi. Tez yavelim. Marcus, nima deyishimiz kerak? Rahmat. Bekka ayıpsız Sunshine Xanqas. Meni Rosalind deb chaqiring. Men bu ko'chaning xo'jasi. Sen uyingni seg'inasanmi? Pat qaytib turaman, lekin fikri tavakkul qilg'imba. Bilamisiz? Sizning serik umididagi xizmat rad qilganingizdan baxtxush bo'ldim. Aramadi, men kim bo'lsam qandaq bo'ladi? Men degan sizlarni ching chaplab turadigan yilim tursam. Anglanglar. Mekijin bilan qasbi birlik ichibdi. Yana bu qiziqarligi. Ular xuddi Banni bilan Kilayt ar-xotinlarga o'xshash har qaysi sho'n bozorlardagi bank bilan qimorxonlarni bo'libdi. Najabtidan bu yana hukumat butun kuchi bilan bu yovuz ar-xotinni tutmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, faqatla natijasi bo'lmabdi. Qaraganda ular bizning yordamimizga muhtojlik qiladi. To'g'ri. Men ozroq tanishilib olay. Mumkin emas. Bu degan uning xos musiqasi. Oynanglar qo'zilarib. Hop, başla. Got no worries, it's a happy
Got no worries, shifting up a gear in a flurry of crazy ideas. No worries, no worries, no worries, no worries, no worries.